Mamlakatimizda yosh avlod tarbiyasi ularning har tomonlama yetuk va barkamol shaxslar bo'lib voyaga yetishi davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Shu maqsadda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar doirasida o'quvchilarning bilim olishi bilan bir qatorda ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. 3 sonli umumta'lim maktabda ham o'quvchilarning yozgi ta'til davrini samarali tashkil etish, ularning bilim va ko'nikmalarini mustahkamlash hamda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish maqsadida yozgi sog'lomlashtirish oromgoh faoliyati yo'lga qo'yildi. Bunda o'quvchilarimizni turli xil sport musobaqalariga jalb qilganmiz. Bulardan sport musobaqalaridan futbol musobaqasi, shaxmat va shashka musobaqalarimiz bor. Stol tennislarimiz mavjud bo'lib, bundan tashqari o'quvchilarimizni madaniy hordiq olishlari uchun iqtidorli o'quvchilarimiz tomonidan san'at va chizmachilik tadbirlarimiz ham davom etib kelmoqda. Oromgohda o'quvchilarning qiziqishlari asosida kompyuter savodxonligi, rassomchilik, sport mashg'ulotlari, shaxmat, shashka hamda kitobxonlik to'garaklari tashkil etildi. Mashg'ulotlar davomida bolalar ijodiy fikrlash, mantiqiy tahlil qilish va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish imkoniga ega bo'lmoqdalar. Shuningdek, oromgohda o'quvchilarni issiq ovqat bilan ta'minlash yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu ularning sog'lom ovqatlanishi va kun davomida faol ishtirokini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Yaratilgan sharoitlar yozgi dam olish jarayonini tartibli va xavfsiz tashkil etish imkonini bermoqda. Oromgohning ochilish marosimi maktab jamoasi, ota-onalar hamda mas'ullar ishtirokida o'tkazildi. Tadbir davomida o'quvchilar tomonidan tayyorlangan sahna chiqishlari, kuy-qo'shiqlar va ijodiy namoyishlar barchaga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Yozgi sog'lomlashtirish oromgohi o'quvchilarning bilim va ijodiy salohiyatini rivojlantirish, ularni foydali mashg'ulotlarga keng jalb etish hamda ta'til davrini mazmunli tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.